Güzel axloqliq bo'lish. Limon sharbati. Bir oila kishilari har yakshanba kuni yig'ilib birlikda ko'ngillik o'yinlarni o'ynaydi. Bu yakshanba kuni ular so'z o'yini o'ynamoqchi bo'ldi. Oila a'zolaridan biri oldin tayyorlangan xaltaning ichidan bir tal chek tortadi. O'yinga qatnashuvchilar chekda chiqqan so'zni tushuntiradi. Furqon oilaning eng kichik a'zosi bo'lib, amdila 6 yoshga kirgan edi. U hayajondan joyida jim tura olmayotdi. Furqon tunji chekni tortdi, lekin Furqonning savodi yo'q edi. Dadisi uning quloqiga pichirlab, chekda nima yozilganligini aytib berdi. "Amsa o'yinni boshladim. Mana tunji so'zimiz islom. Qani bu haqda nimalarni bilasizlar?" U tunji so'zlash navbatini anisi Mavluda xonimga berdi. "Islom desa, mening esimga kalima shahodat keladi. Ya'ni Allohning birlik va borligiga, Muhammad alayhissalomning Allohning payg'ambari ekanligiga ishonish." Mavluda xonimning deganlarini hammaylar tasdiqladi. Furqon ikkinchi qitimda navbatni ochisiga berdi. "Ocha, navbat sizga keldi. Siz nimalarni deysiz ekan qani?" So'z navbati kelgan Munisa hayajonlangan holda o'rnidan turdi, qo'li bilan 5 ishoradan chiqarib mundaq dedi. "Men islomning 5 sharti borligini bilaman. Shahodat aytish, namoz o'qish, roza tutish, zakot berish va haj qilish. Har bir musulmonning bu 5 shartni kuchining yetishicha o'rindash majburiyati bor. Shundaq-ku dada?" "Yaraysiz qizim, to'g'ri dedingiz." Amdi navbat 3-chi, shundaqla oxirgi kishiga keldi. Furqonbek atrofidagilarga qaradi. Bovisi, momisi va dadisi texi so'z qatnashtirmagan edi. U sal o'ylanib olgandan keyin kashta to'qib o'ltirgan momisiga kulimsirab qarab, amsa momamni tanladim." Roshan momay qo'lidagi ishni qo'yib, beshini ko'tarib, "Qara sizni. Nemishqa o'zingizni tanlamay meni tanladingiz, a? Chunki mening sizning nima deydiganligingizni bilgim bor, momo." Ma'qul. O'ynashib qo'ydim. Endi menmo biladiganlarimni dey. Payg'ambarimiz islom go'zal axloqdir degan bolam. "Nima? Go'zal axloq? Men tushunmadim, momo. U nima degan gap?" "Bilmaysiz. Shundaqmi? Amsa sizga tushuntirib qo'yay. Go'zal axloq, yaxshi xuyliq bo'lish, yomon xuylardan saqlanish demakdir. Masalan, ko'ngli yaxshi bo'lish, mard bo'lish, rahimdil bo'lish degandek." Furqonbekning momisining deganlarini tushunmaganligi chiqib turadi. Roshan momay birdan o'rnidan turdi, buningga hammaylar hayron qoldi. "Bir minut saqlanglar." Roshan momay oshxonaga kirib bir narsalarni ilib chiqdi. Furqonbek qiziqsinib momisiga qaradi. Shirada ichiga suv qachilangan aynak botolka turadi. Roshan momay stakanga bir qancha tal limonni siqdi va Furqonbekka qarab, "Amdi ikkimiz birga tamlik limon sharbati tayyorlaylik." Roshan momay stakandagi limon suyini aynak botolkaga to'kib, suv bilan limonni aralashtirdi. Ondan bir stakanga quyib Furqonbekka sundi. Furqonbek limon sharbatidan bir yutum ichdi. Lekin limon sharbati bakli qurtoq edi. U chiroyini purishtirib, "Voy, nima bu, momo?" Qo'lidagi stakonni shiraga qo'yib qo'ydi. Roshan momay kulib turib Furqonbekka, "Qarang, bolam, bu limon sharbatida muhim bir narsa kam. U bo'lsa-mu shakar. Shakar limon sharbatiga ta'm kirgizgandek, go'zal axloqmi insonga ta'm kirgizadi. Ya'ni mijoz xulqini go'zallashtiradi. Hamda limon sharbatimizga ozroq qand solaylik. Bu qandlar yaxshi mijozlarning misoli bo'lsin." dedi va chaqmoq qandlarni limon sharbatiga navbat bilan silishga boshladi. "Bu qand rostchilik, bu qand yaxshilik, bu qand sabrchanlik bo'lsin. Sharbatning purqi dimog'imga urilyotdi." Roshan momay limon sharbatini aralashtirib bo'lib, bir stakanga quyib Furqonbekka uzatdi. "Amdi qaytadan ta'min tetib beqaga qani." Furqonbek limon sharbatini ichdi. Sharbat haqiqatan shirin ta'mlik edi. Furqonbek amdi go'zal axloqning nima ekanligini nihoyat yaxshi tushungan edi.
Kishilar yaxshi quyliq bo'lgan seri bu limon sharbatidak tatliqlashadigan, ya'ni esillashadigan. Yetildirgan har bir yaxshi xuyi uni texmi yaxshi kishilardan qiladigan. Islom dini insonlarni yaxshilikqa buyuruydi. Furqonbek limon sharbatini huzurlanib ishgach, mo'misiga rahmat aytdi. Atrofida o'ltirgan hammaylanga o'zlari tayyorlagan sharbatdan sundi.